Assalomu alaykum azizlar, yaxshi dam oldingizlarmi? Boshlangan yillarning xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun AMG 63 motor Yelin vagonda minib chiqdik. Barakat dedi. Shu yo'llarga bir qiziq savolim bor edi, shuna boyaqida bir video ko'rib o'tirib javob topdim-da. Men shu beton o'rtasida shuni kesib chiqdilar. Avo ekan bu. Hep o'ylar edim. Bu ko'zi ojiz fuqarolarimiz uchun yo'lga kelgan bu. Şöyle hasası bilan saymalakdan kelib, shu doğru trotuardan yuritilacak. Mening nima ekanmi deb o'ylab yurganlar bo'lsa, ana shuna javob bu. Shu o'rtada ishi uzun chiziq ko'zi ojiz fuqarolarimiz o'ylab qilingan sharoit ekan. Svetoforga yonaqda toshga bo'ladi. Salomat bo'linglar.